Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bu videoda sifat tekshirishni avtomatlashtirishning muloqotga diqqat qilishlar to'g'risida so'zlaymiz. Men o'zim nurg'un muloqot kirgan va boshqalardan o'zim muloqot olgan. Bu muloqot degan nima desanglar, inglizcha interview deymiz. Yoki yuz turani imtihon degandek. Diqqat qilgan bir qancha nuqtalar bor. Bu asosligi QA deymiz, STAT deymiz yoki sifat tekshirishni avtomatlashtiruvchi ham uyg'urcha yoki sinig'uvchi. Mush xizmatda o'tir hisob bilan bir maydon muloqotdan tortib 4 maydongacha muloqot qilish mumkin. Shu xizmat o'rniga bo'lgan ehtiyojninki kuchli ojizligiga asosan bak jiddiy holatda ba'zilarni bir telefonda 15 minutlam savol so'rab xizmat qabul qilganlar bor. Ba'zilar 1 soatdan 2 soatdan muloqot qilsimi 4 maydon degandek. Yana qabul qilmagan ahvollar bor. Lekin o'tir hisob bilan men o'zim nurg'un muloqotlarni berdim va oldim boshqalardan. Buningda diqqat qilgan bir qancha nuqtalar bor. Shu to'g'risida azroq to'xtalmay sizlarga foydasi tegib qolsa ajib emas. Birinchisi nima deganda muloqotga, ya'ni intervyuga yaxshiroq kiyinib qatnashsangiz, shu muloqot olgan odamga yaxshi ta'sir berasiz. Qadixonda kiyinib olsangizmi, umumiy bek hal qilg'uch omil emas. Lekin boshqalarga yaxshi ta'sir berish uchun bir yaxshi rasmiy kiyinib qatnashsangiz, hech bo'lmaganda qarshi tarafga bo'lgan hurmatingizni ifodalaydi. Astoydilligingizni ifodalaydi. Shunga hargizmi hech qisi yo'q demay, yaxshiroq kiyinib muloqot qatnashing. Ya'ni kiyinishga diqqat qiling. Muhim shu. Anankin ikkinchisi muloqot kechikib qolmang. Amalda bir 5 minut bo'ldi kiring. Yaxshi ta'sir qoldirdi. Muloqot oldigan odam odatda ba'zida 3-4. Masalan, men boshqalarni intervyu qilgan vaqtimda 3 ni atab 4 ni o'rlashtirib qo'ygan chaqlarim bor. Biz qarshi taraf sizlarni saqlagandan biz 5 minut bo'ldi kirsak, bizning astoydilligimizni ifodalaydi. Anada ekan, yana bir muhim nuqta, ba'zi ahvollarda mush muloqot oldigan odam qatnashmaydi. Buningga taxminan 15 minut saqlab, 15 minut qatnashmasa, siz shu o'zingizningki tarjimonini, ya'ni resume yo'lgan shirkatningki shu HR deymiz, bir aloqa qilish odamga el-xat yozsangiz bo'ldi. Men qatnashdim, ammo men intervyu qilgan odam qatnashmadi desangiz, keyin qitim qayta o'rlashtirdi. Ikkinchisi, muloqotga kechikmang. Andan qandaq qarshi taraf qatnashmasa, taxminan 15 minut saqlab el-xat yozing. Ondan 3-chi diqqat qilgan nuqta endi rasmiy boshlandigan muloqot. Masalan, yaxshi kiyindingiz, normal. Anandan vaqtida ikki taraf qatnashdi. O'zini tonishtirish vaqtida bo'ldi. Qarshi tarafni hargizmi favqulodda tuz qilib ketmang, ya'ni efendim, xonim degandek atalg'ular atmang. Bevos ismini atang. Unda sir deb ketmasangiz bo'ldi. İsmi Philip bo'lsa, Philip. Hi Philip. Odatda bevos ismini atsangiz bo'ldi. Chunki sizning qancha eng yuqori bir shirkatga kirgandan keyingi bir senior manager, ya'ni balki yuqori darajalik boshqaruvchining bevos ismini chaqirasiz. Ishlagan chaq bilasiz. Hargizmi
sir degендек мындaq дідін зият ұтып кетмесеңіз болды. Нормалым. Өзіңізді тонышылған чағда. Addi. Üçüncü. Ziyade. Сөз қалмаң. Енді бұл зият ұтқыз нем болды дегенде. Бұл сіздің оқушы екеніңіз жинап қалды. Растын айтқан чағы. Андан төртіншісі сіз şirketке şu mülaqat aldığın tərəfə bir tərcümalığınızı bersiz. Resume deyimiz o. Aşınında nimi yazgan bolsa, siz nimi yazgan bolsanız şunun olan sual soraydı. Onun sırtı yazmağın nəsini sormaydı. Çünki mülaqat başlanışdan burun qarşı tərəfə bir yani sizni mülaqat qıldığı adamga allıburun ilxat və sizin aş tərcümalığınız berip oldu. Aş sizin tərcümalığınız qarab sualıq tayarlıq qıldı. Bəzi nəslini siz bilməydiğən nəslini izib qoysanız, o sualı sorabırdı, şu yerdə qiyinlik qalsız. Ügenge nəsliniz neysən, anadayken aşı nemin yazğan bolsanız, şunun tayarlıq qılın. Tərcümalığınız ne? Boyca tayarlıq qılın. Ondan beşincisi dikkat qılğan nöqta bəzi vaxtlarda cavab verəməsiniz yoki bilməsiniz, bilməyimə desiniz bolavurdu. Bula çoxum sizin həmmini biladigan IT sahəsidəki onda natayın bilməydigan sual çoxum çıxdı. Məsələn, şu sifət təşvirini bilsək, köpince adam şu web-based yani torbiket asas qilgan yumshaq detallar yoki app'larni avtomatlashtirish, sifat avtomatlashtirish o'rgangan yoki shuni qilgan. Ammo ko'chma uskunalar deymiz, masalan, telefon yani mobil deymiz, iPad degandek. Uni qilib baxmagan bo'lsangiz, agar shunda so'rab qolgan bo'lsa, qilmagan bo'lsangiz, qilmagandan. Men uni qilib baqqandim, 5 yil burun qilib baqqan desangiz, şu bu qilib deb savol so'raydi, qiyinlik qalsiz. Qilib baxmagan bo'lsangiz, bir ishni qilib baxmagan chaqda bek tikchinib qoladi, tutib ola sizni. Qilib baxmagan bir narsani shuni qilib baxmagandan. Andan keyin ba'zi savollarniki azroq anglab baqqan bo'lsangiz, men buni damal qilsangiz kelmagan bo'lsa, men buni qilib baqqandim, lekin men yana bir ko'rvasam esim keldi. Men buni nim qilib baqqan desangiz bo'laverdi. Unutib qolibman desangiz. Beşincisi bilmeydiğanni bilmeymen deyish. Bəzi ahvallarda şu hammani bilaman deb axirda chinib qolgandan yaxshi. Bəzi çünki biz savol so'rgan chaqda biz savolni tayyorlaymiz. Andan keyin shirkat o'xshamaydi, project o'xshamaydi. Ba'zi bir yumshoq detalni ishlatamiz masalan shirkatda. Ammo siz tarjimalingizga yozmagan bo'lsangiz, mani ishlatib baqqanmatan, ham ishlatsangiz ortiqchilikda, ishlatmagan bo'lsangiz bilmasangiz melaveramiz. Ammo ishlatgan bo'lsangiz ortiqchilik deb bunda so'rab qo'ysa, degandikilar. Uni so'rab qiyinlik qolsiz. Shunga bilmayman hech nima bo'lmaydi. Andan keyin yana bir diqqat qilgan nuqta, siz bilmaydigan savolni so'rab qolganda ochiqlanmang qarshi tarafga. Yana 6-inchisi, siz muloqot qilgan odamga ochiqlanish qo'ymaydi. Uni bilan gap talish qo'ymaydi. Chunki nima ish qilsangiz bizga bu bir ergizma Google'dan sifat tashvirish, ya'ni QA, top interview questions, 100 interview questions, 100 savol, 50 savol deb tayyorlik qilmaydi hech kim. O har bir shirkatningki o'zining ichki bir sondan bo'ldi, database savollarni yig'idi. Masalan, API bo'lsa API'ningki, Selenium bo'lsa Selenium. Shu savollar bor, javobmi bor.
Ular sizden sorgan sual ne? Onun cevabı var. Onundan başka o karşı taraf köpünçe alda şu işini qıpaq adam soraydı sizden. Şoňa bäzide izip ketişiňiz mümkin. Sual sorgan çagda naýat ilgerlik bilen sual soraýdy. Meselen Selenium arkalyk üstel yüze közdeklerini, pop-uplarni qanday bir taraf qilsa dep qalsa, alert degandek javob berip ketsangiz, bo'lmaydi. Selenium bilan unda üstel yüzini közdeklerini bir taraf qilib bo'lmaydi. Selenium faqat qanda browser, tor ko'rgudiki lan bir taraf qilib bo'ldi. Bäzi suallar intayin quv ilgerlik bilen soralgan. Şoňa onunğa siz mandamiki dep oýlap qılıp jawap berip qalgan bolsaňyz, oy men mandamiki depdime dep talışynyň hiç qanday hajati ýok. Eger qilmay tursaňyzlar boldy. O hata jawap berişim normal. Bäzi qismen suallarga. Şoňa 6-njy qanda mulaqat alguçy bilen takallaş. Takallaşmaslık. Anandan keyin 7-nji bek muhim. Köpünçe awlasida muş mulaqat 20 saatdan 1 saatgacha boldy. Siz aş videoda siz turup sözläp atsyz. Karşı taraf ağıcı qanday qıldy deseňiz, keyingi sualni soraýdy yoki qa sualni sorsam bolar dep aldydaki taýýarlap algan sual qaraýdy. Şu qargan çagda siz qarap otamaydy. Köpünçe awlı sizge davamlı qarap otamaydy. Da sual görüp özü notunu çıkarıp kompüterda sizin videosunuzu görelmeydi, özünün notunu qaratydy. Anlatken bäzi wagtlarda şu mulaqatny bek köp ep ketgendiken sizin nime däp atgynyňyz togry däp atsyz. Ama nime däp atgynyňyz bek kallyk kirip ketmedi. Yani sözläp atgynyňyz toktap qalmaň demekçi. Bir närseni sözläp duraň, toktamaň. Toktap algandan lan sual sorgaçymda sualny izläp atyp, siz toktap algandan lan anyň diqti boy, ma toktap aldygo dep anandan keyin sizge diqqat qıldy. Toktamay iş qılıp bir näse diýseňiz boldy. Menda uzun toktamaň demekçi. Anandan keyin uzun toktap algan çagda bäzi bir sebäp bolgan bolsa, men manda bolup qaldy diýseňiz boldy. Meniň onuň sebäbim ýok, şu jawap beremeýiş toktap alsyz. Amal var bir näseni sözläp turgaňyz ýaxşy. Toktamaň. Paqas bilenmeseňiz meniň jawabym şu dedi berseňiz boldy. 7-njisi uzun toktap almaslyk. Yani jawap bergende uzun toktap almaslyk. 8-nji. 8-njisi bäzide şu mulaqat berip atgynyňyzda siz bäzi samimi bolmagan adamlar bar. Men desläpde köýgen lekin samimiyetsizlikniň äň ýokary derejesiniň aş özem başgalardan interview algandy bildim. Qanday qıldy eken deseňler, hattoki aş sözlegen adam karşı tarapynda aldyňyzda turgan ekrandaky adam ağzyny lip syncing diýmiz inglizçe, mıdırıltıp koydu, başka bir adam sözläp birdi de. Ama iki kandidat aşına aqyganda men heyran qalgandym. Manda samimiyetsizlik boldy eken dep. O qanday çynap qaldy eken deseňiz, o siz bir awaz beriş artysy bolmagan eken, o bir taň liviňizne çykan awazdan teň keltiremek ekensiz. Bä sözläp atgan toktap algan. Men mandany burun bilmeýdi ekenmen. Özem şu interview qılgan bäzi kandidatlaryň iki kandidat aşyna aqygan. Heyran qalgandym. O bek nomussuzlyk. Unda aqygandan mence o hyzmat qılmasaňyz gyzym boldy. Anandan keyin bäzide ýana diqqat qıldan nokta näme diýseňiz, bäziler kompüter we şit araşdyry. O biz gas emas. Sizin qılatgyňyz onu anlaýalaýmyz. Sizinki samimiyetsizlik qılatgyňyzny bilip qalsalam. Sizni
Da chekit qo'yib qo'ydi, olmaydi. Normal bo'lgan ish yaxshi. Samimiyatsizlik deb qo'yay. Ondan keyin 9-inchisi, ama 9-inchisi bek muhim. Odatda bu masalan ba'zi bir qisqa vaqt o'rganganlar bor. Texnikalik maharati chataq chiqmaydi. Yodlab o'tishinglar mumkin. Bir kod ezberlab sharillab yozishinglar mumkin. Ammo bir ishni qilib baxman bo'lsangiz, qayerdan chinib qoldi desangiz, yumshoq mahorat, ya'ni soft skillsdan chinib qolasiz. Bakal chinib qoldi. Bir yig'iz gapni shunda masalan bir 50 savol so'rgan bo'lsa, qilib baxman bo'lsangiz, bir yig'iz gapni qilib baxmandan ham bir deb qo'ysangiz, sizning yolg'onligingiz chinib qoldi. Shunga 9-inchisi siz cho'qim atrofingizda shu QA asset yoki sifat tekshirishni avtomatlashtirish xizmati qilib baqqan tanishinglar bo'lishi mumkin. Buni o'qigansizlar, o'rgangansizlar, cho'qim tanishinglar bor. Faqat bo'lmagan chaqda siz o'rgangan odam cho'qim mush xizmatni qilib baqqan bo'lishi kerak. Mush xizmatni qilib baqqan bir maktabda o'qishingiz kerak. Bu xizmatni qilib baqmagan bir maktabda o'qisangiz intayin ichinarliq bir ish bo'ldi. Shulardan tanishingiz bo'lamdi yoki o'qituvchingiz bo'lamdi. Odatimda bir tartib bo'ldi. Nima ish qilsizlar kunda? Atdigandan kechda manda qilamiz. Masalan bir yo'choq, ya'ni defekt bayqilib qolsa, manda jarayon qilamiz. Anadan keyin masalan regression, sanity, smoke test hammasi qancha masalan bir smoke test qancha test case bor, regression qancha test case bor. Regression qanchalik mang'idi. Uni siz qilib baxman bo'lsangiz, chinib qolsiz, uni qalayimqan deyilmaydi uni. Chunki project bilan project o'xshamaydi. Shuni cho'qim bir qilib baqqan tajribasi bor odamdan bir qahvaxonaga nima qilamizlar, bunda bir anglab, yezib olib, uni soft skills deymiz. Yaxshi tayyorlik qilsangiz, chinib qolmaysiz. Shuni 9-inchisi tajribasi borlardan tajriba so'rang. Taxminan o'tir hisob bilan 2 haftadan 2 oygacha bir yaxshi tayyorlik qilib o'rgangan bo'lsangiz, xizmat tep bo'lasiz odatda. Shuni bu 9 narsani intervyu qilgan chaqdamda kallanglarda mana qilsam bo'ldi ekan deb tayyorlik qilib olsangiz, yordam tegadi sizga. Anadan keyin o'zingiz o'ylagan ba'zi nuqtalarni aslida inkas shaklda ham ma'lum diqqat qilgan yaxshi deb qoldirib qo'ysangiz, hammalarga bahrlansangiz yaxshi.